Inshaalloh Toshkent shahridan shinamgina hovli olsam, hamma do'stlarimni, yaqinlarimni chaqiraman deb yurgan birodarlarimiz o'sha do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Inshaalloh mana shunaqangi chiroyli uchastkalar nasib ro'za aylaydi. 2 sotuvli hovlini kichkina deganlar bu videoni albatta ko'ringlar. 2 sotuvda shunaqangi qasr xonadon qilingan. Hovlisiga kirganimizda burchakkadan chiqarilgan, rakvinalargacha qilingan va burchakda mana shunaqa besetkasi ham bor. Bemalol uyiga tapchan qilib, mazza qilib o'tirsa bo'lar ekan, yozgi oshxonalari ham qilingan ekan. Toshkent shahar Sergeli tumani 8-tor Fayzli ko'chasida joylashgan bu xonadonimizni kanalizatsiyalari, hamma kommunikatsiyalari yetarli, juda ham ko'p mebel texnikalari qolar ekan. Binochiga kirganimizda mana shunaqa koridorimiz, o'ng tomonimizda mana shunaqa xonalarimiz qilingan, umumiy sanuzellarni ko'rishingiz mumkin, to'liq kafeldan chiqarilgan. Bu yerda bo'lsa yotoqxonamiz, hovlisiga qaragan oynalar bor, 5 ta xona, oshxona va mana shunaqa koridor katta hol qismlariga ega. Chap tomonimizda oshxonamiz, hovlisiga qaragan oynalari, o'rtada orolchalarigacha qilingan oshxona mebellari, 1 dan 5 gacha uyimizning dizayniga baho berib qo'yinglar. Mehmonxonamizni qaranglar, chiroyligini, lyustralari, pardalari, ayniqsa hamma dizaynga mos tushib ketadigan sak gilamlari ham qo'yilgan ekan. Hurmatli mijozlar, hammamizga mana shunaqangi chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Bu yerdagi holni qaranglar, yumshoq mebellarni ham qo'yishibdi. Kechki qavatga chiqqanimizda mana shunaqa koridorimiz, hamma joyda gilamlar bor ekan. Bitta narsaga hayron qoldim. Ikkinchi qavatda koridor qismida ham prixoshka mebellari qilingan ekan. Qoyilmisizlar? Inshaalloh bizga ham mana shunaqangi chiroyli uchastkalar nasib qilsin deb yurgan birodarlarimiz bitta videoga like bosib qo'yinglar. Yaqinlarimizga, kimga mana shunaqa uylarni ravo ko'rsanglar, o'sha do'stinglarga yuborib qo'yinglar. Kechki qavatimizda mana shunaqa mehmonxonamiz, balkon qismlariga ham ega. Bu yerda bo'lsa ota-onalar yotoqxonasi, o'zining ichida sanuzellari qilingan, hamma kommunikatsiyalari bor bo'lgan 200 kvadratmetr bino maydoni. Asosiysi o'rtoqlar, hovlimiz kirib yashashga tayyor. Usta qidir, usta ishlat, unga yugur, mebelchiga yugur deb o'tirmaysizlar. Hamma narsa tayyor. Kirasizlar, yashaysizlar. Bu yerda ham yotoqxonalarimiz qilingan ekan. Mebellari o'rtoqlar mana shu spalnidagi, 3 ta spalnidagi hamma mebellari qolar ekan. Bemalol o'rtoqlar kirib, bemalol kiyiminglar bilan kelib yashasanglar bo'ladi. Bu 2 sotuvli hovlimiz juda ham ko'p mebel texnikalari bilan 175 mingga baholanyapti. Munavvar Fayz restoran orqasidagi mahallada joylashgan. Narxiga arziydimi yo'qmi? Arzisa plus, arzimasa minus qilib izohlarda fikrlarni qoldinglar. Yaxshi niyat qilgan birodarimizga shunaqangi chiroyli xonadonlar nasib qilsin.